Zhou Yu'ning Pan bilan Liu Yao'ni mag'lub qilishi. Yaxshimisiz do'stlar, undaq bo'lsa biz 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Oldingi filmda biz Sun Ce bilan o'sha Tei Shisiningki ilishqonligi to'g'riliq film chiqargan. Hamda bular ilishib bir-birini yengolmagandan keyin, ikki tarafniki qutqizish qo'shini kelgandan keyin bular urushni to'xtatib qaytib ketdi. Hamda qaytib ketgandan keyin bu ikkili palvon qarshi tarafni yod etdi. Nimishqa? Chunki har ikkilisi o'zini shu iqlimda bir sanaydigan, o'ziga teng kelgidek bir palvon yo'q deb o'ylaydigan odamlarda. Masalan, Sun Ce'mi o'zini ajoyib zo'r palvon o'ylaydi. Menga yetadigan odam yo'q deb ko'nglida o'ziga ajoyib ishindi-da. Endi bu Tei Shi bilan ilishgan vaqtda o'zi bilan tang-tang yakma-yak ilisha oladigan bir palvonni ko'rgandan keyin bu birsi bu Tei Shi'ga nihoyat qoyil bo'ladi. Mushundaq bir palvonninki bor ekanligiga ishonmay qoldi. Endi bu yana bir jihatdan nima o'ylaydi desa, bo'lsa mushu Tei Shi'ni yenimda olib qolsam, billa bir cho'ng ishlarni qilsak deb ko'nglida manda plan qildi. Chunki mushundaq palvonlarniki, iqtidorli odamlarniki o'ylaydigan nima desa, iqtidorli odamni ko'rganda billa ish qilsak deb bular mushundaq plan suqdi. Ham Tei Shi'mi qaytayotgan vaqtda ko'nglida shunday o'ylaydi. Men bir shunchalik kuchli palvon Sun Ce bilan teng kelib qoldim, uni mag'lub qilolmadim. Bumi ajoyib mard, no'ch azamatkan, haqiqiy bir palvon ekan deb uni Sun Ce qo'l qo'ydi. Endi bular ikkilisi o'zlariniki bargohiga qaytgandan keyin bu bargohda osmon zamin o'zgarishib ketganligini ko'rdi. Ya'ni Tei Shi o'zininki bargohiga, ya'ni qal'aga qaytgandan keyin butun shaharning ichi qalaymuqam bo'lib ketgan, tuzuk lashkar qolmaganligini ko'rdi. Nimishqa? Endi bu yerda Zhou Yu nihoyatda tadbirlik bilan Liu Yao'ni parakanda qilib mag'lub qilayotgan. Yana shu biz oldingi qismda so'zladik, Sun Ce bilan Zhang Ying ikkisi tutishayotgan vaqtda bu Zhou Yu bu yerdan ketib qoldi. Ya'ni men boshqa bir ish qilib turay deb Sun Ce'ning yenidan ketdi. Sen urush qilib turgan deb. Endi bu nima ish qildi desa, orqa tarafga o'tib Liu Yao'ningki asosiy bazasi, ya'ni uyi bo'lgan Shu'o degan yerga hujum qildi. Ham hujum qilgandimi bu yerni to'liq qo'lga oldi. Shuning bilan bu Liu Yao'ningki oqsab vayron bo'lib, ochliq, hamma o'zining urug' tuqqanlar deymiz, balavoqlar hammasi turayotgan yer Zhou Yuning qo'liga tushib qolgandan keyin Liu Yao'ningki butkul qo'shini pat-paraq bo'ldi. Bular ochliqmi yo'q, o'zining xotin bolalaridan ansirab jinnab qochimiz deb, shuning bilan uning qo'shini butunlay tarmarib ketdi. Tei Shi sepilning ichiga, shaharning ichiga kirgan vaqtda tuzuk lashkarmi qolmagan, hamma odam u yerga qichib yurganligini ko'rdi. Endi Sun Ce'mi bargoh qaytgandan keyin xabarchilarning og'zidan shunday bir qarshi dushmanniki, ya'ni Liu Yao'ningki qo'shinlarining pat-para bo'lib ketganligini anglab, hayron qoldi bu. Nima ish bo'lganda deb turgan vaqtda Zhou Yu buni tushuntirdi. Siz bu Liu Yao bilan, ya'ni Zhang Ying bilan urushayotgan vaqtda men oq tarafdan berib bularningki uvusini bichit qilyapti. Shuning bilan bu Liu Yao qechib ketdi, jinni arallab qochdi. Danyang aymiqi bizning qo'limizga qoldi degandan keyin Sun Ce hayron qoldi-da buningga. Yanila siz tadbir bilan jang qildikansiz deb, shuning bilan ikkaylan qaytadan qo'shinni boshlab shahar sepilichiga kiriblar, shaharni tortib oladi. Ham shaharni tortib olgandan keyin bu Sun Ce bir odamni izlaydi. Ya'ni kimni degan vaqtda o'zi bilan yakma-yak tutishgan, o'zi bilan teng kuch sinishib, shunda bir-birini yengolmagan Tei Shi'ni tepishni o'ylaydi. Ya'ni mushu odamning izlaydigini qildi. Nada bo'lsa, uni zaxm yetkazmay, shuni mening oldim akilinglar degan bir buyruqni berdi. Haqiqatan hamda bu Tei Shi'mi har qancha polvon bo'lgan taqdirda nurg'un qo'shinninki shunda iskanjisi qolgan vaqtda buni hamda qilich o'qiyalar bilan buningga qiris qilib, buni tutib oladi. Bu Sun Ce'ninki qo'shinlarining orasidan shu tutilgan lashkarlarning orasidan bu Tei Shi'ni bayqab oladi. Shunday qilib Sun Ce bilan Zhou Yu ikkisi birlashib Danyang aymiqini evoladi. Bu Sun Ce'ninkimi shundan boshlab o'zininki zimini yiltizi bo'ldi. Hisobda Jiangdong deydi-ku. Bu ya'niki o'rnini Jiangdong deydi. Ammo shu Jiangdongninki asosli uli o'sha qurilib ketdi. Unda qo'z do'stlar Sun Ce Zhou Yularninki Danyangni ilish hikoyasini mushunchalik so'zlab turli. Texim ko'p uch podshohlik mazmunlarini olmoqchi bo'lsanglar, qo'shish belgisini besib, meni qo'shib olinglar. Agar shu do'stlarning orasida nutq o'rganish arzusi bor do'stlar bo'lib qolsanglar, ayrim xona uchur qilinglar.
biz maxsus nutq risolasi, nutq o'rganish materiali orqali sizlarning so'zlash qobiliyatinglarni, nutq mahoratinglarni yuqori ko'tarishinglarga yordam beramiz.